Koreyada ko'rganmisiz? Butun Koreyada mana shu narsa bor. Mana shu narsa. Butun Koreya yo'llarida, shaharlarida hamma yo'g'ida bor. Bu aynan ko'zi ojiz insonlar uchun. Telefon o'ynayotgan insonlar svetofor chirog'iga qaramasdan oyog'ini tagidagi chiroqqa qarab tursa ham bo'laveradi. U yerda svetoforni chirog'ini ko'rishingiz mumkin. Yana Koreyada mana shunaqa velosipedlar bor. Ularni ijaraga olib minib ketsangiz bo'ladi. Svetofor chiroqlarining oldida mana shunaqalar bor. Bu avtodan ham yomg'irdan himoya qiladi. Bizda kameralar juda ko'p deysizlar, mana bu yerda kamerani ko'ringlar. Har bir ko'chalarda bor. Bu kameramiz har qayoqqa aylanib turib oladi. Mana bu ko'chalarda har birini olyapti. Nima Koreyada yo'l qoidabuzarligi kam deb o'ylaysizlar? Mana shunaqa kameralar ko'p. Lekin shunda ham odamlar kam qoida buzadi. Bizning O'zbekistonda kameralar kam bo'lsa ham odamlar juda ko'p gapiradi, lekin baribir qonun buzish bor. Semirish kasalligi avj olayotgan paytda Zero magazinlari ochilibdi. Bu yerda kilokaloriyasi juda kam bo'lgan mahsulotlar bor. Keyin shunaqa do'konlar ham bor. Umuman sotuvchisi yo'q. Keyin yana ahamiyat beradigan bo'lsanglar, buni halol pechenyelar ham bo'ladi bu yerlarda. 24 soat sotuvchisiz ishlaydigan do'konlar. Yana mana halol pechenyelar. Keyin o'tgan ketganda mana shu narsalarga baklashkalarni tashab pul ham ishlashingiz mumkin. Bu yoqdan shuni solasizlar, bu yoqdan nomeringlarni terasizlar, point yoziladi. Yana ko'zi ojizlar uchun shunaqa narsa borki, svetofor chiroqlari oldida yo'lni kesib o'tayotganinglarda ovoz chiqadi, ya'ni qizil bo'lsa.